Bu binoning bilmagan odam bo'lmasa kerak. Xalqlar do'stligi saroyi. Detallarni zo'r ishlab qo'yishgan o'sha paytda. Shunchaki yondoshmagan, chuqur yondoshgan. Ham milliy elementlarni uyg'unlashtirishgan. Ham o'sha paytda zamonaviy formalarni tiqib ketishga harakat qilishgan. Konsepsiya juda zo'r chiqqan. Yechimlarni ham yaxshi qilishgan. Pul yaxshigina sarflangan. SSRdan mustaqil bo'lib chiqqan mamlakatlarda shunga o'xshagan bormi yo'q bilmayman. Balki bordir, bunga o'xshagan analogi. Lekin bizlarning o'zimizga moslashtirilgani yaxshi chiqqan. Mana formalarning topilishi, shakllari. Bularning o'ziga yarasha vazifasi bor. Shunchaki dekoratsiya emas. Ichkarini ko'ryapsizlar. Oynalar. Oynalarga sonsiz защитный element sifatida, jalyus sifatida qo'llanilgan mana shular hammasi. Nima unaqa deyapman? Bunda qarasanglar, bularning o'ziga yarasha chuqurligi bor. Kamida 25 sm mana shu element chuqurligi. Bu quyoshni primoy shunchaki tushib qolishidan himoya qiladi. Ya'ni O'zbekiston baribir quyoshli mamlakat hisoblanganligi uchun ko'p quyosh tushadi. Qisman to'sib beradi. To'laqonli to'sib qo'ymaydi, qisman to'sadi. Detallar lekin juda zo'r. Shunchaki beton qilib qoldirilmagan, ko'rasizlar, hammasi mana mramordan, toshdan qilingan. Shu bino mana shuncha yillarni turibdi, hali tiq etmagan. To'g'ri, orada bir tozalanib, bir ozgina remont ishlari, rekonstruksiya ishlari qilindi, lekin chuqur buzib tegib tashalmadi.